Hammaga assalomu alaykum. Bugun turk tilida genish zamonni o'rganamiz. Genish zamon grammatika jihatdan o'zbek tili grammatikasida yo'q, lekin uni ingliz tili grammatikasidagi present simple sifatida tushunsak bo'ladi. Xo'p, genish zamon turk tilida qanday qo'llaniladi? Birinchi navbatda genish zamonni biz odatlarda qo'llanamiz. Masalan, her sabah chay icherim. Her sabah chay icherim. Bu meni odatim bo'lib qolgan. Har ertalab choy ichish yoki hafta sonlari kitob o'qirim. Hafta oxirida, ya'ni shanba, yakshanba kitob o'qish bu ham meni odatim. Genel dorilar degani e, umumiy to'g'ri bo'ladigan, hech kim e, o'zgartirolmaydigan haqiqatlar degani. Masalan, suv 100 darajada qaynaydi. Hech kim o'zgartirolmaydi. Umumiy to'g'ri bu. Dunyo Güneşin etrafında döner. Yer quyosh atrofida aylanadi. Buni ham o'zgartirishning iloji yo'q. Keyingisi esa xarakterda. Xarakter va huy. Xarakter. Çok konuşur. Mesela bir inson bor, u juda ko'p gapiradi. U xarakteri shunaqa. Kimseyi uzmas. Kimseyi uzmas, hech kimni xafa qilmaydi. U ham bir xarakter. Keyingisi duygular va tushunchalarda. Duygular va tushunchalar. Tuyg'ular hislarda deyapti. Seni severim. Masalan, hissiy, tuyg'uli. Duoyi ko'ruruz. Kimnidir bu o'sha doimiy fikri bo'lishi mumkin yoki mm, yuqori emotsiya bilan aytayotgan bo'lishi mumkin. Tabiatni himoya qilamiz deb. O'shanda ishlatiladi, ya'ni doimiy shu qilinadi. Masalan, tabiatni himoya qilish faqat qishda, yozda emas, doimiy bo'ladi. Program zamon dishi gerçeklikda deyapti. Program degani, ya'ni biror bir vaqtda sodir bo'ladigan harakatlar yoki holatlar. Yazın havo sıcak olur. Yozda havo issiq bo'ladi. İnson xato yapar. Zaman dışı gerçeklik degani bu. Ya'ni inson borki xato qiladi. Buni vaqti yo'q. O'tgan zamonda, hozir 10 yil oldin insonlar xato qilardi, hozir xato qilmaydi degan bir fikr yoki holat yo'q. Zamonni farqi yo'q bu tushuncha uchun. Doimiy xato qiladi. Kelajakda ham xato qiladi, o'tmishda ham xato qilgan. Shunday. Endi genish zamon eklarini ko'rib o'tamiz. Ek degani qo'shimcha degani, biz buni bilamiz. R, RR, RR, ur genish zamonni qo'shimchalar hisoblanadi. Endi bularni qachon qo'shamiz? Shuni ko'rib o'tamiz. Agar bizni fe'limiz bir bo'g'indan iborat bo'lsa va undosh bilan tugasa, biz unga ar er qo'shamiz. Ar er. Masalan, mana bu yerda bizni fe'limiz yapmak fe'li bor. Yapmak juda ham faol qo'llaniladi turkchada. Qilmoq degani. Mana bu yerda endi ben yaparim. Nimaga ar qo'shdik? Yap a bo'lganligi uchun birinchidan. Qalindan keyin ar, injadan keyin er qo'shiladi chunki. Yaparim, mana bu yerdagi esa to'rt xillik o'zgarib keladi. Agar inja er bo'lganda edi o'sha yerda nuqtali m bo'lar edi. Buni unli uyumiga qarab qo'shib ketaveramiz. Sen yaparsin. O yapar, biz yaparız, siz yaparsınız, onlar yaparlar. Ko'ryapmizki, zamon qo'shimchasi o'zgarmayapti. Qoida asosida ketyapti. Faqatgina shaxson qo'shimchalar o'zgaradi. Biz buni yodlab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, erni ko'rib o'tdik. Endi esa to'rt xillik qo'shilishi er, ur. Agar bizni fe'limiz ko'p bo'g'inli bo'lsa, ya'ni bir emas, 2, 3 bo'g'inli, 4 bo'g'inli bo'lsa va undosh bilan tugasa, biz mana shu qo'shimchalardan birini qo'shamiz. Masalan, konuşmak fe'limiz bor. Konuşur. O konuşur. Konuş ikki bo'g'inli. Mana bu oxirgi
bo'g'indagi uga qarab konishur qo'shdik. Mana budan uni tanlab oldik. Keyingisi chalishmak. Bu ham ikki bo'g'inli. Chalishir. Oxirgi bo'g'inda bo'lganligi uchun to'rtga bo'linish qoidasi asosida irni tanlab oldik. Keyingisi beklamak. Mana shu yerda mana bekla ikki bo'g'indan iborat, lekin qaysi qo'shimcha qo'shilyapti? Faqatgina bu yerda r qo'shilyapti. Faqatgina r. Nima uchun? Chunki ko'p bo'g'inli, ammo undosh bilan tugamagan, unli bilan tugagan. Bu navbatdagi qoidamiz shu haqida. Mana shu yerda adashib ketmasligimiz kerak. Ko'p bo'g'inli bo'lishi kerak, lekin undosh bilan tugashi kerak degan joyi ham bor. Xo'p, buni yozganlarimni o'chiraman. Endi dushun. Bu ham ikki bo'g'inli. Dushunur oxirgi bo'g'inga qarab. Keyingisi anla ikki bo'g'inli, lekin undosh bilan tugamaganligi uchun faqatgina r qo'shilyapti. Endigi qoidamiz ana shu. Hozir faqatgina r qo'shilishini tushunib olamiz. Masalan, o'qimak, aramak fe'llari bor. Ikki bo'g'inli bo'lsa ham, uch bo'g'inli bo'lsa ham bular unli bilan tugayapti. Ana shu holatda genish zamonda faqatgina rni qo'shamiz. O'kur, arar, o'qiydi, izlaydi, izlamak, tomosha qilmoq, izlar, oyna, oynar shaklda bo'ladi.